Kim bir musulmon birodarini aybini fosh qilib odamlarga yoyvorsa, o'sha ayb bilan Alloh taolo uni ham bir kun albatta hayotida qaytadir balolamasdan qo'ymaydi dedilar Rasul. Hadis. O birov bitta qiz bilan ushalib qopti. Xo'p, mana misol shunda. Bo'ydaqa endi nimadir bu pop. Choyxonaga kelib o'talaji, eshitilasizmi? Syomkalar tushib ketib qopti, zapislar tushib ketib qopti, YouTube'ga chiqib ketdi. Ha, yo'q endi, mana turibdi, mana qo'yib beraymi YouTube'ni, tashlab beraymi? Haligilar yurib tashlab qo'y deydi. Ketdi shu bilan internet. Agar shunaqa birorta do'stingiz aybini tarqatib olsangiz, o'sha ayb bilan Alloh taolo sizni ham albatta bu dunyoda qo'shtirnoqda ichida mukofotlaydi. Rasululloh aytdilar: "Walau kana fi qoribayti." Agarchi uyga borib padvallarga tushib, ustidan 10 ta eshikni qildirib, 20 ta qulupni osib, tek padvalda o'tirsa ham, uyini eng qarasida o'tirsa ham, Xudoning makri yomon. O'sha yerda uyning ichida bo'lsa ham balolab qo'yadi o'sha bandandir. Xudoning makri bilan, Xudoning taqdiri bilan hazillashib bo'lmaydi.